Bolalar Jetour X70 mashinasini o'zini pultida avtozapis qilib berganmiz. Avtozapiskni ochishni 2 marta bossa, mashinani zavod qilib beradi. Savol: 2 marta bosgandan keyin mashina ochiq qolib ketmaydimi? Hozir mashinamiz ochiq. Yopishni bitta bossanglar, kakabishni oynalar ko'tariladi, eshiklar yopiladi. Ochishni 1 marta bosadigan bo'lsak, oddiy holat eshikni ochadi. Endi ochishni 2 marta bosamiz. Mashina zavod bo'ldi. Eshikni ochib ko'ramiz. Eshiklar yopiq. Endi mashinani o'tirib haydab ketmoqchi bo'lsak, ochishni yana 1 marta bosamiz. Eshiklar ochiladi. Lekin misol uchun hozir eshik ochiq. Eshik ochiq. Ochishni 2 marta bosamiz. Mashinani pultda o'chirdinglar. Eshikni yana ochib ko'ramiz. Eshik qulf. O'sha o'chirganinglardan keyin qulflab qo'yadi. Endi mashinani pultda zavod qilamiz. Mashina zavod bo'ldi. Mashina hozir qulf, tashqarida knopka ham ishlamaydi. Ochishni bitta bosamiz. Tormozni bitta bosamiz bu yoqdan. Tormoz pedalini bitta bosdim. Tormoz pedal bosilgandan keyin uje pultda o'chirishning imkoni yo'q. Faqatgina o'sha ichkarida o'tirib start knopkadan o'chirish mumkin. Bu yoqdan necha marta bossanglar ham xullas mashina o'chmaydi. Ichkariga o'tiramiz. Ichkaridan ham hozir bitta zavod bo'lishini ko'ramiz. Bu yoqdan hamma narsa o'chiramiz. Eshikni bitta ochib yopamiz. Endi ochishni 2 marta bosamiz. Mashina zavod bo'ldi. Eshiklarni qulfladi. Tormozni bosmasak pultdan o'chirish imkoni bor. 2 marta yana ochishni bossanglar pultdan o'chirib qo'yadi. Lekin tormoz bosgandan keyin o'chirish imkoni yo'q. Hozir o'chirganimizda nima bo'lishini hozir ko'ramiz. Bu yoqda magnitofon yoniq, pechkani qaysi положениyaga qo'yib qo'ysalar, o'sha положенияda xotirasida qoladi, ishlayveradi. Bu yoqda magnitofon yoniq. Eshiklarni qulflagan 2 marta o'sha ochishni bossak, mashinani o'chirdi, magnitofonlar ham o'chiq, eshik qulf. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol Carlex Avtotuningga murojaat qilib kelaverasizlar.